Assalomu alaykum. Mana bugun yana sizlar bilan Zuha Barber, Xudo xolasa inshaalloh nomeradin barber bo'lishga harakat qilamiz. Hozirda o'quvchilarimiz bu yerda mashq jarayonlarini olib borishyapti. Bu mashqlarni asosan mana Ibrohimjon ukamiz sizlarga tushuntirib, ular bilan suhbat olib borishadi. Qani Ibrohimjon, boshlang. Xo'p, do'stlar, birinchi barberimizdan suhbatini olamiz. Qani ketdik. Qormay aka. Assalomu alaykum aka. Olyapsiz charchamay? Rahmat, Xudoga shukr. Xo'p, aka, qiyinchiliklar qanday bo'lyapti? Qiyinchiliklar yaxshi, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor. Xudo xolasa o'rganyapmiz aka. Kelganingizga necha kun bo'ldi aka? Bugun 6-dars aka, xudo xolasa. 6-dars bugun, ha? Shu 6 kun bo'lib zirash kelganingizga, to'g'rimi? 6 kun ichida nimalarni o'rgandingiz aka? Qaychini texnikalar o'rgandik, qaychi ushlash o'rgandik aka. Endi mana manekenda ishlayapmiz aka. Yaxshi, endi bu aka soha bo'yicha, kasb bo'yicha niyatlar nima aka? Xudo xolasa o'zimizda top barber bo'lish. Aka, niyatingizga ko'z tegmasin. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling, xo'p. Hozirda mana yana bir marta o'z san'atini kuchaytirish uchun urinayotgan insonlar bilan suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum aka, xormaylar. Bu kasb bo'yicha qiyinchiliklar qanday bo'lyapti? Qiyinchilik endi aka o'ziga yarasha harakat qilsa bo'lyapti, chiqyapti. Kelganim normal, lekin qaychilar tushib ketdi. Mana endi qo'llar asta-asta, sekin-sekin. Odam qilgancha odam qiladi, harakat. Bo'ldi aka, yemasam bu qiyinchiliklar bo'yicha o'zingizda to'g'ri qarorlar qabul qilib, xatolar ustida ishlayapsizlar, ha? Gap yo'q aka. Aka, sizlarcha qanday qiyinchiliklar bo'lyapti? Qiyinchiliklar Xudoga shukr bo'lyapti. Endi sekin-sekin udalayapti, Xudoga shukr. Mana qaychidan mashinkaga o'tdik. Xudo xolasa shanba kuni amaliyotga boramiz. Aka, ular Xudo xolasa bu kelajakda master bo'lib chiqqanlaridan keyin bular orzular, bu kasbni yanada yuksaltirish niyatlar bormi aka? Xolasa bu kasbda hali o'ziga yarasha bir olib chiqamiz cho'qqilarga. Inshaalloh. Karvon ko'p rizqi bo'ladi deydi-ku o'shanisiga. Aka, ishlaringga omad, addushi iloyim o'rganib, nomeradin barber bo'lishlaringga tilakdoshmiz aka. Sog' bo'lasizlar. Xo'p aka, charchamanglar.